Uchinchi qism. Sudandagi etnik tozalash kimlarga qarshi qaratilgan? Sudanning g'arbiy Darfur hududida davom etayotgan mojaroda ma'lum etnik guruhlarga qarshi olib borilayotgan etnik tozalash bo'yicha kuchli dalillar mavjud. Kimlar nishonga olinmoqda? Asosiy qurbonlar Masalit etnik guruhi hamda g'arbiy Darfurdagi boshqa arab bo'lmagan guruhlar, jumladan Tamba va Erenga xalqlari. Inson huquqlari bo'yicha hisobotlarga ko'ra, tezkor qo'llab-quvvatlash kuchlari RSF bilan bog'liq qurolli guruhlar va ularga ittifoqchi arab militsiyalari Masalit va boshqa ozchilik guruhlar yashaydigan hududlarga ataylab hujum qilgan. Qayerda va qanday sodir bo'lmoqda? Jineana shahri va g'arbiy Darfur atrofidagi hududlarda zo'ravonlikning asosiy markazi hisoblanadi. Zo'ravonlik quyidagilarni o'z ichiga oladi: erkaklar va o'g'il bolalarini o'ldirish, ayol va qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, uy-joylarni vayron qilish, tinch aholini ommaviy ravishda majburan ko'chirish. Nima uchun bu etnik tozalash yoki genotsid deb hisoblanmoqda? Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, hujumlar shunchaki tinch aholiga emas, balki etnik kelib chiqishiga qarab amalga oshirilgan. Ayrim holatlarda erkaklarning Masalit ekanligi tekshirilgan va tasdiqlansa o'ldirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining rasmiy ravishda RSFga Darfurda genotsid sodir etganini tan olgan. Darfur va Sudanning boshqa hududlarida mojaro davomida nasroniylar va an'anaviy e'tiqodlarga amal qiluvchi odamlar ham jabrlangan haqida tasdiqlangan xabarlar mavjud. International Christian Concern tashkiloti RSF tomonidan masihiylarga nisbatan ta'qiblar davom etayotganini bildirardi. Hibsga olishlar, hayotiga tahdid va cherkovlarning vayron qilinishi, ayrimlari masihiy bo'lgan arab bo'lmagan etnik guruhlarga ommaviy qirg'inlar, etnik zo'ravonlik va majburiy ko'chirishlarga duch kelgan. Cherkovlar va masihiy jamoalar talon-taroj qilingan va bosib olingan. Sudan uchun ibodat qiling. Xudoning himoyasi, tinchligi va uning huzuri yuraklarni, onglarni va hayotlarini o'zgartirishi uchun. Obuna bo'ling, ulashing va fikr qoldiring.